Assalomu alaykum. Aziz do'stlar, sizlar bilan Geeko Gaming kanalida Roblox o'yinini o'ynaymiz. Bu Roblox o'yinida juda ham ko'p o'yinlar bor. Shuning uchun biz shuncha o'yinning ichidan Slap Tower, ya'ni yiqitib yuborish o'yinini o'ynaymiz. Bu videoda biz eng tepasigacha chiqib ko'ramiz va tepasida bir sirli joy bor deb eshitganim. O'sha joyini ham birgalikda ko'ramiz. Qani boshlab olamiz. Ko'p odamlar bu yerdan chiqishadi, lekin biz bu joydan chiqamiz. Bu joyni mana bu yerdan ham chiqib oldik. Qo'lchani yig'ishtirib qo'yamizda ketaveramiz. Mana bu yerdan chiqib olib, ana o'tamiz. Yo'q, rahmat sizga aka. Bu yerdan o'tamiz. Dumaloq joychalari bor ekan. Agar shu videoda 100 ta obunachi yig'iladigan bo'lsa, biz bu mana shu o'yindagi hamma narsalarni donat qilib olib ko'ramiz. 100 ta obunachi yig'ib bersangiz. Hatto bu yerda adminlik ham bor. Admin bo'la olamiz bizlar. Shuning uchun sizlar shuncha Robloxni yig'ib berishingiz kerak. Achini yig'ib berishingiz. Mana bu yerdan chiqib olamiz. Maxfiy joy, ya'ni hech kim bilmagan joylardan o'tamiz va ilinib olamiz. Bu oq joychalar uncha jonni ketkizmas ekan. Lekin qizil joy chiqib qolsa biz aniq o'lib ketamiz. Qizil joylardan ehtiyot bo'lib, oq joylardan bemalol o'taversa bo'ladi. Mana bu yerlardan chiqib olsak, mana bu oq joylardan o'tib, bu joylar yana bu yerdan chiqib olamizda. Bu joylar yo'q bo'lib ketar ekan, lekin bu joyga turib olsa biz tushib ketmaymiz. Bu yerdan o'tib olamiz va bu yer juda tez joy ekan. Voy! No! 1 2 Bu yerdan chiqib olsak, bu yerdan sakrab o'tamiz. Qani? Bu qanchagacha jon olar ekan, tekshirib ko'ramiz. O'lib ketishi mumkin, lekin shuni ham inobatga olib ketaveramiz. Eng ashaddiy joy shu yerda. Salgina aniqsak tushirib. Mana yana shu joyga keldik. Boyagi odamlar qani, bu qo'l qayerdan paydo bo'ldi desangiz, men boya adashib pastga tushib ketibman. Videoni boshlashim esimdan chiqib ketibdi. Hozir borib yana o'tamiz. Ketdik. O'tamiz, yo'q bo'ladigan ekan, yo'q bo'lib ketyapti. Bundan o'tib, endi pushti joyga keldik. Pushti joydan ham o'tamiz. Tepaga sakratib orar ekan. Va bu joylardan ham o'tamiz. Bu yo'q bo'lib ketadimi? Bo'lmas ekan. Bemalol ketaveramiz. Bu qonrog'i chiqdi. Bundan sakraymiz. Bundan ham sakraymiz. Voy, 1 2 Aziz do'stlar, bugungi video shunlardan iborat edi va bugungi videomiz tugadi. Keyingi videoda buni davomini olishimiz mumkin. Faqatgina bu videodan 10 donagina obunachi kelsa. Xayr.